Assalomu alaykum Chorva Otabek kanaliga qadrli obunachilarimiz. Haftaning seshanba 24-mart sanasidamiz. Oltibosh o'zalarimiz sotildi. Andijon viloyatiga dastavkalari Arqon nuqtasi bonus holatda mana olib chiqishyapti. Mashinaga yuklayveramiz. Ko'rishingiz mumkin. Ha, o'zlar chiqadilar. Akalarimiz kelib olishdi, oltita. Kechib bo'lganga qaramay ketishyapti. Ko'rishingiz mumkin. Sekin ehtiyot qilib oyog'ini. O'ttasidan chiqaring, ani yongu. Tutding. Sotay. Qo'sh. O'ga tushib chiqaringlar. Ha, aka bo'ladi. O'zoki. O'zalarimiz ketyapti. Yana bittasi. Ko'rishingiz mumkin. O'zalarimiz xudo xolisa ishonchli yemoq-ichmoqlari garantiyali o'zalar. Avvalo kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqishaveradi. Chorva Otabekdan chiqdi deysan, yengil aloqa beramiz. 24 ga 7 aloqada bo'ladi. Har kun bo'ladi o'zalarimiz. Uzilib bo'ldi, tugab bo'ldi degan narsa bo'ladi. Ma. Masalasi nimada to'g'a? Ma ukasimi? Ne? Aka oldilar. Andijonlik qatidaki u? Baliqchidan ekanlar. Bizniki Namangan viloyat 3 tumanida. O'zlarimiz orqa o'shlardan ko'rishingiz mumkin, tashqariga chiqadi. Bu'lari 1.15 plus. Orqa o'shlari. Oltitasi 104,5 million so'mga barakasi bo'ldi. Video manzur kelgan bo'lsa bizdan like tugmasini bosib qo'yasizlar. Setilgan jarayonlardan qo'yib berishga harakat qilamiz, ya'ni